Eng yoqqan joyi menga zal bo'ldi. Zallari ham katta keng ekan bu uyimizda. Hop, Yunusobod 13-kvartalga kelamiz. Novostorga 2 katka, 3 xona uyimizda chiqyapti. 3 xona 4-etaj uyimiz. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Mana kirishlar ham katta keng. Tupli polda ham qilingan ekan. Bu yoqda stroy mebellari bor. Bu yog'imizda oshxona qismi bor. Oshxonasini ham ko'rsanglar bo'ladi. Hamma mebel texnika hammasi bor, qo'yib ketilgan. Bu uyimizda ikkita balkon. Balkonni ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Detskidan ham chiqsa bo'ladi. Uyimizdan 76 kvadrat. Megaplanet metrolga yaqin. Yunusobod dehqon bozoriga yaqin. Bu yog'imizda detski xonasi bo'lyapti mana. Detski xonasi ham kichkina emas, yaxshigina, kattagina. Bu uyimizda ikkita sanuzul aytgancha. Bu yog'imizda birinchi mana общий sanuzul. Hop, bu yog'imizda spalniya xonamiz bo'lyapti. Spalniyada mana shkaflarni qo'yib ketishgan. Bu yog'ida mana spalniyalari, hamma narsalar, kerakli narsa qo'yib ketilgan, televizorlar. Ikkinchi sanuzulimiz bu yoqda mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Hop, endi zal qismimizga o'tamiz. Boya yetganimda zal ancha kattagina ekan, lekin mana zalni ham ko'rsanglar bo'ladi. Katta keng qilib qo'yishibdi. Eronning gilamlaridan qo'yishibdi mana. Bu yoqda televizorni, bu yoqda ham o'tirib ovqatlanadigan joyi mana. Zo'r yechim qilib qo'yishibdi. Hop, bu uyimizdan 76 kvadrat plus 14 kvadrat balkon. Bu uyimizning narxini 100 ming deb so'rashyapti. Yana ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.